Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Mahsulotlarimiz mana chiqib ketish jarayonlarida. Birinchi reys yuklarimiz bularni Cheres Qozog'iston, Rossiyaga olib chiqib ketadigan Shopur akamiz bor. Shu orqali chiqib ketyapti. Mana birinchi reys yuklarimiz yuklandi. Bu yerda esa yana 3 ta klientimizga yuklar tayinlanyapti. Bu klientimiz bu boshqa Qirg'izistonlik akamiz o'sha hozir обучениeni qilyapti. Avval 20 kvadrat olgan edi, hozir ramirlarni quyishni o'rganib, bir yo'la 3D formalardan mana qalib zakaz kelgan edi. Qoliplari juda tayyor oldi. Akamiz alohida. Bu mana yuklarimiz 3 ta klientga xudoolasi tayinlab boryapmiz. Gold Clinker korxonasiga kelinglar, xuddi shunday mahsulotlarni bemalol qilsanglar bo'ladi. Hozir nafaqat bu mahsulotlarni mana обучениеdan o'tayotgan aka-ukalarimiz ham bor. Erinmasdan borib ko'rsatamiz. Bu yoqda mana yuklar chiqib ketish jarayonlari ham ketyapti. Gold Clinker korxonasida ishlar qizg'in. Bu ikkita zakasimiz. Hozirgi kunda trenddagi ranglar. Orqasini korishniy qilib Toshkentga Dilshod aka o'zimiz ustamiz ishlayapti. Mana orqasi mokri. Bu alohida zakaz Samarqandga. Bular hali 1200 kvadrat zakaz olganimiz, o'shuning davomiga quyilyapti. Mana akalarimiz pogruska jarayonlari, двухцвет mramorlarimiz. Mana chiqib ketyapti. Mramorda bizda Gold Clinkerda juda ham ko'p nimalari ko'rib tursanglar bo'ladi. Mana bu mramorga mana alohida ahamiyat berasizlar Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Bu ham alohida o'zi Amerikadagi akamiz zakaz qilgan. Mana shu mramordan qilib beryapsiz. Endi bu mahsulotlarning quyilishligi boshlangan. Bu devorga chiqqanda umuman boshqa narsaga aylanadi. Xudo xolasa. Обучениеdan o'tayotgan akalarimiz bor. O'zimiz Jala hududidan kelib ish o'rganayotgan Qirg'izistonlik akamiz mramorda mana quyishni o'rgangani kelgan. Qaliplarini ham tayinlayapmiz akamiz ham. Bemalol Qirg'izistonlik aka-ukalarimiz akamiz nomerini ham qo'yamiz. Zakazlari bo'lsa bemalol aloqaga chiqadi. Qayerdansiz aka Qirg'izistonni? Qirg'iziston O'sh, Qorasuvdan. Xudo xolasa. Sifati Gold Clinker bilan birga bir. Akamiz qalay aka? Nastroyeniyalar qalay akamiz? Jalaqudu xudo xolasa. Gold Clinkerning filiali ochilyapti. Qoliplarni zakaz berishga. Bu yoqda mana quyilish jarayonlari ketyapti. Bu yoqda mana yuklanish jarayonlari, двухцвет mramor. Yana ko'p savollar tushyapti. Sizlarga zakaz bersa sirazi tovaringlar tayyor olmaydi. Sifatli bo'lgani uchun odamlar tushunib qoldi bu mahsulot qanaqaligini. Shuni hisobiga sirazi tayyor mahsulotimiz yo'q, ochig'ini aytib o'tamiz. 3 kundan 15 kun ichida zakazlarni tayyorlab beramiz. Sho'praga bu qayerga ketyapti bu yuk? Qo'rg'ontepaga hozir. Kargoga ham bir yo'l ustiga qo'yib, kargoga ham tashab o'tib ketadi. Sizlarni Gold Clinker korxonasida kutamiz. 50 dan oshiq variantdagi toshma qoliplar. Bu barchasi Gold Clinkerda. Yana bir narsani aytib o'tamiz, originalidan adashib qolmanglar. Sizlarni kutib qolamiz.